Mana shu mitti jonzot dunyo tan olgan eng qo'rqmas qahramon. Uning nomi Asalxo'r. Hozir u dunyodagi eng zaharli ilonlardan biriga hujum qilyapti. Ilon uni chaqdi. Har qanday boshqa hayvon bir necha daqiqada o'lim topgan bo'lardi. Lekin Asalxo'r emas. U biroz hushidan ketadi. Zahar tanasini karaxt qiladi, lekin o'ldira olmaydi. Bir necha daqiqa o'tib u yana uyg'onadi va o'sha ilonni tushlik qilishda davom etadi. Bu qanday iroda? O'zidan 10 barobar katta sherni yoki to'da bo'lib kelgan giyenalarni uning uchun farqi yo'q. U orqaga chekinishni bilmaydi. Terisi shunchalik qattiq va cho'ziluvchanki, sherning tishi ham o'tmaydi. Kerak bo'lsa, o'zidan maxsus badbo'y hid chiqarib, dushmanini gangitib qo'yadi. U o'z haqqini hech kimga bermaydigan haqiqiy jangchi. Hatto ulkan fillarga tik qarab, ularni chekinishga majbur qilishi bu shunchaki jismoniy kuch emas. Bu ruhiy quvvat. U o'zining mitti tanasida dunyolarni sig'diradigan buyuk yurak egasidir. Azizlar, mana shu mitti jonzotga shuncha kuch va jasorat bergan bu buyuk Allohning mo'jizasi emasmi? Lekin bugun atrofimizda bir qaraylik. Ba'zan o'zini erkakman deb atagan insonlarda mana shu mitti hayvonchalik, g'ayrat, jasorat va or-nomus topilmayotganini ko'rish achinarli hol. Ba'zi insonlar kichik bir qiyinchilik oldida tiz cho'kyapti. Erkaklik shonini unutib qo'yyapti. Vaholanki haqiqiy erkak mana shu Asalxo'rdek dovyurak, hech narsadan tap tortmaydigan va o'z haqqini mardlarcha himoya qila oladigan bo'lishi kerak. Bu mitti hayvon bizga dars beryapti. G'alaba bu tananing kattaligida emas, yurakning botirligidadir.